Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Toyota Center avtosalonimizda Gentra qiziqqan do'stlarimizning 2024-yilda ishlab chiqqan eng foyda avtomobil Gentra'ni sotib olib qo'ydik. Mashinamiz 2024 mashinamiz qora rangda bo'ladi, kraska 100% toza. Gentra noyish qilinadi bo'lsa ham ish qilinib haydashga tayyorlik tutdi mashinamiz. 2024 yani bemalol ko'rishingiz mumkin. Amerikan ko'ptir originaldan qo'yilgan, 4 ta yaxshi balon qo'yilgan mashinamizda ustanov keltirilgan. 908 majikalarni ustanov keltirilgan mashinamiz. Yani bemalol ko'rishingiz uchun Tanıkçılık satlamasını 7 ay var ekan, aldın tanıkçılık satlamasını 7 ay var maşinamızı. Maşinamız qara rangda aytib o'tdik. Tek pasportni ham ko'rishingiz mumkin maşinamizni. Yine 7220, axiri 7220 maşinamiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Tek pasport o'ziniki emas deb chiqadigan munosabatimiz ham bo'ladi. 2024 yo'q Centranda, Xiyofta Centerda va 24. Malibu rollar qo'yilgan, Malibu barlar qo'yilgan maşinamizda. Zavodskoy set maytafonlari bor maşinada. Yürüyen probegi 36.000 kilometr, harbiyen probegi 36.000 kilometr. Pakalayan propalarını son getiren kul çadırı parça içinde tuttu. Bemalol ko'rishingiz mumkin maşinamizni. Zo'r holatda tuttu. Kırılgan çırgan joylari kuzovidan, salonidan kırılgan çırgan joylari yo'q maşinamizni. Bu maşinamiz narxini 185 million deb qo'yamiz. Kelsangiz üstüne yana naqd pul avtokredit barcha kelishib beramiz. Sizlar uchun Xiyofta Center 24 xizmatdamiz, kelaverasizlar.